Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Mana yarim kechasidan ham o'tdi. Tongga yaqin. Soatimiz 3 dan 40 minut o'tgan vaqtda sizlarga video syomka qilyapman. Buni qilishimdan maqsad sizlar ham buni bilib olingizlar degan maqsadda qilyapman. Tarvuzga suv oldik biz. Dori berib suv olganmizda. Dorini ham qaysi turlarida azot berib suv oldik. Kech payt shomdan oldin azot berdik. Mana shunaqa kilankalar yirtib chiqqanmiz o'rtada, yirtib azotni piyola bilan quyib chiqdik. Ana keyin kechqurun suv olyapmiz. Buni odamlar savol tug'iladi. Kunduz kuni ham olsangiz bo'lmaydimi deb. Kunduz kuni bo'lmaydi. Sababi bizda hozir kun juda ham isib ketdi. O'shancha kun isib ketgandan keyin kunduz kun suv bo'lmaydi. 35 gradusgacha issiq bo'lyapti mana tarvuzlarimiz. 35 gradusgacha. O'shaning uchun buni kechqurun suvlagan afzalroq. Afzalroq emas, 100% afzal deb bilamiz biz. Chunki kechqurun suv ichsa boshqacha. Bir kecha uyqudan qolib shuni sug'orib olamiz. Bizni kuzatishda davom etingizlar. Mana kechalari video qilib sug'organlarimizga sizlar uchun qo'yib boryapman. Ayrim dehqonchilikda qiziqib, kechqurun sug'orib nima qilaman? Kunduzi sug'orsam ham bo'ladi deydigan savollar tug'ilishi mumkin-da. O'shalarga tavsiya bermaymiz. Hechisi kechqurun sug'orib qo'ysalaringiz yaxshiroq bo'ladi. Shunaqa gaplar. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Bu videoni ham sizlarga tashlab qo'yaman.